Bugungi mavzu juda muhim. Agar sizda kvartira, uy, yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men bugun raqamli konfiskatsiya deb atalishi mumkin bo'lgan xavf haqida gapiraman. Ya'ni hujjatingiz qo'lingizda bo'lsa ham, agar mulkingiz davlat bazalarida to'g'ri ko'rinmasa, ertaga uni sotish, garovga qo'yish, biroz qilib rasmiylashtirish yoki o'zingizniki ekanini isbotlashda jiddiy muammoga duch kelishingiz mumkin. Shu oy oxirigacha ayrim kvartira egalari albatta ulgurish kerak bo'lgan ishlar bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kim xavotir olishi kerak, kimda muammo kamroq, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, arizada nima yozish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka pul, vaqt va asabni tejab qoladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'chmas mulk huquqi ko'pincha qog'oz hujjatlar bilan tasdiqlanardi. Masalan, sizda eski order, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, kadastr hujjati yoki notariusdan o'tgan hujjat bo'lsa, odamlar odatda mulk meniki, hujjatim bor deb xotirjam yurardi. Ko'pchilik hatto hujjatlarni shkafda saqlab 10 yil, 20 yil hech qayerga murojaat qilinmasdi. Chunki oldin ko'p jarayonlar qog'oz asosida yurardi. Mahalla bilardi, qo'shnilar bilardi. BT yoki kadastr idorasida papkalar bo'lardi, notariusda daftarlar bo'lardi. Hozir esa asosiy savol o'zgardi. Endi qo'lingizda qog'oz bormi degan savoldan tashqari, davlatning elektron bazasida sizning huquqingiz qanday ko'rinmoqda degan savol birinchi o'ringa chiqyapti. Agar elektron bazada mulk sizning nomingizda aniq ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, maydoni, manzili, kadastr raqami, egalik turi, ulushlar, cheklovlar, qarzdorliklar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, demak siz ancha himoyalangansiz. Lekin bazada xato bo'lsa, mulk umuman ko'rinmasa, eski egasi nomida qolgan bo'lsa, kvartira maydoni noto'g'ri bo'lsa, manzil eski nom bilan turgan bo'lsa, ulushlar ko'rsatilmagan bo'lsa yoki huquqni tasdiqlovchi yozuv raqamlashtirilmagan bo'lsa, muammo shu yerdan boshlanadi. Men raqamli konfiskatsiya deganda aynan shuni nazarda tutyapman. Sizdan hech kim kelib kalitni olib qo'ymaydi. Hech kim eshikni muhrlamaydi. Lekin raqamli tizimda sizning huquqingiz yo'q yoki shubhali ko'rinsa, amalda mulkingizdan foydalana olmaysiz. Uni sotmoqchi bo'lasiz. Notarius bitimni o'tkazmaydi. Kredit olmoqchi bo'lasiz, bank garov sifatida qabul qilmaydi. Meros rasmiylashtirmoqchi bo'lasiz, vorislar o'rtasida nizo chiqadi. Qurilish yoki rekonstruksiya qilmoqchi bo'lasiz. Ruxsat jarayonida muammo paydo bo'ladi. Eng yomoni, siz kechgan sari xatoni tuzatish qiyinlashadi. Chunki eski arxivlar, eski tashkilotlar, eski egalarining hujjatlari, vafot etgan shaxslarning vorislari bilan bog'liq masalalar ko'payib ketadi. Hozir davlat xizmatlari, kadastr, soliq, notariat, kommunal xizmatlar, sud ijrosi va bank tizimlari tobora ko'proq bir-biriga ulanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam bitta elektron ma'lumot orqali ko'p narsani hal qila oladi. Lekin yomon tomoni shundaki, bitta xato yozuv ham zanjir bo'lib boshqa joylarga ta'sir qiladi. Masalan, kadastrda maydon qirdim tekish kvadrat metr, eski hujjatda eving 2 kvadrat metr, soliq bazasida esa qirdim 6 kvadrat metr ko'rsatilgan bo'lsa, bitim paytida savol tug'iladi. Yoki kadastr raqami bor, lekin huquq egasi sifatida siz emas. 20 yil oldingi egasi chiqib qolsa, notarius sizning mana shartnoma degan gapingiz bilan bitimni tugatib bermaydi. U elektron tizimdagi ma'lumotga qaraydi. Shu oy oxirigacha ulgurish kerak degan ogohlantirish aynan shuning uchun muhim. Ayrim hududlarda, ayrim toifadagi eski hujjatlar bo'yicha raqamlashtirish va ma'lumotlarni aniqlashtirish jarayonlari jadallashadi. Men bu yerda vahima qilmayapman, lekin tajribamdan aytaman. Odamlar odatda muammoni sotish kuni, bankka borgan kuni yoki meros ochilgan kuni bilib qoladi. O'sha paytda esa vaqt kam bo'ladi. Xaridor kutmaydi, bank arizani yopadi. Qarindoshlar nizolashadi. Notarius qo'shimcha hujjat talab qiladi. Shuning uchun men har bir kvartira egasiga o'zimda hammasi joyidami deb tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Birinchi navbatda eski hujjat bilan yashab kelayotganlar xavotir olish kerak. Masalan, kvartira 1995 yilda olingan, qo'lingizda order bor, keyin kadastr qilingan, lekin elektron bazada aniq tekshirtirilmagan yoki 2003 yilda oldi-sotdi bo'lgan. Shartnoma bor, lekin o'sha paytda ma'lumotlar to'liq raqamli tizimga kiritilmagan.
Bunday holatda hujjat yo'qolmagan bo'lsa ham raqamli bazada sizning huquqingiz to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa. Meros orqali o'tgan uylar. Masalan, ota-onangizdan kvartira qolgan, siz notariusdan meros guvohnomasini olgansiz, lekin kadastrda o'zgartirish kiritilmagan. Odamlar ko'pincha notariusdan oldim, bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, meros huquq olingandan keyin ham ko'chmas mulk egasi o'zgargani davlat ro'yxatidan o'tish kerak. Agar bu qilinmagan bo'lsa, ba'zida hali ham marhum odam egasi bo'lib turishi mumkin. Keyin siz kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, tizimda egasi boshqa odam chiqadi va jarayon to'xtaydi. Uchinchi toifa ulushli mulklar. Masalan, kvartira er-xotin nomida yoki 3 ta aka-uka nomida yoki ona va 2 farzand nomida. Eski hujjatda oilaga berilgan deb yozilgan. Lekin kimning ulushi qancha ekanligi aniq emas. Bugungi kunda bu juda nozik masala. Chunki bitta odam sotmoqchi bo'lsa, boshqasining roziligi kerak. Ulush ko'rsatilmagan bo'lsa, nizoni hal qilish qiyinlashadi. Masalan, 6 kvadrat metrli kvartirada 3 kishi yashagan. Biri chet elga ketgan, biri vafot etgan, biri sotmoqchi. Elektron bazada ulushlar aniqlanmagan bo'lsa, bitta bitimni rasmiylashtirish oylar emas, ba'zan yillar davom etishi mumkin. 4-toifa. Uyini kengaytirgan, balkon qo'shgan, ichki devorlarni o'zgartirgan, tom qurgan, qo'shimcha xona qo'shganlar. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Hujjatda 45 kvadrat metri, amalda evingiz 200 kvadrat metri. Odam men o'zimning uyim ichida qildim-ku deydi. Lekin kadastr uchun bu farq. Agar o'zgarish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyin sotishda yoki ipoteka kreditida muammo chiqadi. Ba'zan noqonuniy qurilma deb baholanadi. Ba'zan qayta o'lchov talab qilinadi. Ba'zan tegishli ruxsat hujjatlari so'raladi. 5-toifa yangi qurilgan uylardan kvartira olganlar. Deylik, siz quruvchidan 400 million so'mga kvartira oldingiz, shartnoma bor. Pul o'tkazilgan, kalit berilgan, yashayapsiz. Lekin uy foydalanishga topshirilganmi? Kadastr ajratilganmi? Kvartira sizning nomingizga davlat ro'yxatidan o'tganmi? Mana shu savollar muhim. Quruvchi hammasi bo'ladi deb yillar davomida cho'zsa, siz amalda xavf ostidasiz. Chunki to'lov qilgan bo'lsangiz ham mulk huquqi ro'yxatdan o'tmaguncha himoya to'liq emas. Agar siz yaqinda notarius orqali kvartira sotib olgan bo'lsangiz, bitim davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, kadastr pasportingiz elektron shaklda bo'lsa, mypodgov.uz yoki kadastr tizimida mulk sizning nomingizda chiqsa, maydon va manzil mos bo'lsa, sizda xavf ancha past. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki hatto yangi bitimlarda ham texnik xatolar bo'lishi mumkin. Familiyada bitta harf noto'g'ri, pasport seriyasi eski, shir kiritilmagan, manzil nomi o'zgargan, kvartira raqami chalkashgan. Agar sizda bank ipotekasi bo'lsa, hamma hujjat joyida degan ehtimol yuqori, chunki banklar garovga olishdan oldin hujjatlarni tekshiradi. Lekin bu ham 100% kafolat emas. Bank garovi bor mulkda cheklovlar to'g'ri ko'rsatilganmi? Qarz yopilgandan keyin garov yechilganmi? Shu narsani albatta tekshirish kerak. Ko'p odam kreditni to'lab bo'ladi. Lekin garov cheklovini yechishni unutadi. Keyin yillar o'tib sotmoqchi bo'lganda, bazada hanuz taqiq yoki garov turgani ma'lum bo'ladi. Birinchi misol, Toshkentda bir oila 1998 yilda 3 xonali kvartira olgan. Hujjatlar bor. Kommunal to'lovlar o'z nomida, soliq ham to'langan. 2004 yilda kvartirani $7000 ming dollarga sotmoqchi bo'lishadi. Xaridor topiladi, avans ham beriladi. Notariusga borganda kadastr bazasida mulk egasi hali ham oldingi korxona nomida ko'rinadi. Nega? Chunki o'sha davrdagi order va xususiylashtirish hujjatlari to'liq raqamlashtirilmagan. Natija bitim to'xtaydi. Xaridor avansni qaytarishni talab qiladi. Oila arxivga, kadastrga, davlat xizmatlari markaziga qatnaydi. Agar ular buni oldindan tekshirtirganida savdo kuni bunday muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol. Ayol kishiga onasidan 2 xonali kvartira meros qolgan. Notariusdan meros guvohnomasi olingan, lekin kadastrda egasi almashtirilmagan. Oradan 5 yil o'tadi. Ayol kredit olmoqchi bo'lib, kvartirani garovga qo'ymoqchi. Bank hujjatni tekshiradi va mulk hali marhum ona nomida turganini ko'radi. Bank garovni qabul qilmaydi. Endi ayol kadastr ro'yxatidan o'tkazishi, ayrim ma'lumotlarni yangilashi, eski hujjatlarni tiklash kerak bo'ladi. Kredit esa kechikadi. Uchinchi misol, erkak kishi EBD kvadrat metrli kvartirada balkon hisobiga oshxona kengaytirgan, ya'ni bitta kichik xona qilgan. Hujjatda EBD kvadrat metr, amalda EBD 7 kvadrat metr. Uyni sotmoqchi bo'lganda xaridor ipoteka orqali olmoqchi bo'ladi.
Bank baholovchisi keladi, maydon farqini ko'radi. Bank avval kadastrni moslang yoki o'zgarishni qonuniylashtiring deydi. Shu 7 kvadrat metr farq bitimni buzadi. Odam men katta ish qilmaganman deydi, lekin tizim uchun bu muhim farq. 4-misol, yangi qurilishdan kvartira olgan inson 300 million so'm to'lagan. Shartnomasi bor, lekin quruvchi uyini to'liq topshirmagan. Odam kvartirada yashayapti, remont qilgan, lekin mulk huquqi ro'yxatdan o'tmagan. Quruvchining qarzlari chiqib qolsa, sud nizosi boshlansa yoki obyektda hujjat muammosi bo'lsa, bu odam o'zini himoya qilish uchun faqat shartnoma va to'lov hujjatlariga tayanadi. Shuning uchun yangi qurilishda eng muhim savol: mening nomimga kadastr va mulk huquqi ro'yxatdan o'tdimi? Bu masalada eng katta xato shuki, odamlar menda kadastr bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Kadastr pasporti borligi muhim, lekin yetarli emas. Unda ko'rsatilgan ma'lumotlar hozirgi elektron bazadagi huquq yozuvi bilan mos bo'lishi kerak. Kadastr raqami bo'lishi kerak, huquq egasi aniq bo'lishi kerak. Mulk turi to'g'ri bo'lishi kerak, maydon va manzil mos bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik joy, kommunal to'lovlar sizning nomingizda bo'lishi mulk sizniki ekanini to'liq isbotlamaydi. Elektr, gaz, suv, issiqlik yoki chiqindi to'lov bo'yicha hisob raqam sizning nomingizda bo'lishi mumkin. Lekin bu mulk huquqi degani emas. Bu faqat xizmatdan foydalanuvchi yoki abonent sifatidagi ma'lumot bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulk uchun asosiy manba kadastr va davlat ro'yxatidir. 3-nozik joy, soliq to'laganingiz ham avtomatik kafolat emas. Mol-mulk solig'i kelayotgan bo'lsa, demak tizimda nimadir bor. Lekin soliq bazasida ma'lumot bo'lishi bilan huquq bazasida hammasi mukammal degani emas. Ba'zan soliq eski ma'lumotga qarab hisoblanadi. Ba'zan manzil yoki maydon boshqa ko'rsatiladi. Shuning uchun soliq to'langan kvitansiyalarni saqlang, lekin ularni asosiy hujjat deb qabul qilmang. 4-nozik joy, ishonchnoma orqali olingan uylar. Masalan, kimdir sizga uy sotgan, lekin rasmiy oldi sotdi shartnomasi emas, faqat ishonchnoma bergan. Bu juda xavfli. Ishonchnoma mulkni sizga o'tkazmaydi. U faqat ma'lum harakatlarni bajarish vakolatini beradi. Ishonchnoma bergan odam vafot etsa, bekor qilinsa yoki qarindoshlari e'tiroz bildirsa, siz katta muammoga tushasiz. Bunday holatda zudlik bilan yurist yoki notarius bilan maslahatlashib, qonuniy bitimni rasmiylashtirish yo'lini izlash kerak. 5-nozik joy, sud qarori bilan olingan mulklar. Agar siz sud orqali mulk huquqini tan oldirgan bo'lsangiz, faqat sud qarori qo'lda bo'lishi yetarli emas. Qaror kuchga kirgan bo'lishi, ijro va ro'yxatga olish bosqichi bajarilgan bo'lishi kerak. Aks holda sudda yutgansiz. Lekin bazada hali mulk egasi sifatida ko'rinmasligingiz mumkin. Men ko'p uchratadigan sabablar bor. Birinchisi, odam hali sotmayman-ku deydi. Lekin hujjatni faqat sotish uchun to'g'irlash kerak emas. Ertaga meros, garov, sud, kompensatsiya, buzilish, rekonstruksiya, ajrim, ulush bo'lish masalasi chiqishi mumkin. Ikkinchisi, odam davlat bazasida bo'lsa kerak deb taxmin qiladi. Men esa taxmin bilan emas, tekshiruv bilan ishlashni maslahat beraman. Uchinchisi, hujjatlarim eski, arxivga bo'lish qiyin deb yuraverishadi. Lekin hozir boshlamasangiz, keyin bundan ham qiyin bo'ladi. To'rtinchisi, odamlar hujjatdagi kichik xatoni jiddiy qabul qilmaydi. Familiyada bitta harf, kvartira raqamida bitta chiziq, maydonda 1 kvadrat metr farq, pasport ma'lumotidagi eski seriya keyin katta to'siqqa aylanishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni bitta joyga yig'ing. Oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, xususiylashtirish hujjati, order, hukm qarori, sud qarori, kadastr pasporti, texnik pasport, ro'yxatdan o'tganlik haqidagi ma'lumot to'liq, soliq kvitantsiyalari, kommunal to'lovlar, bank go'ri bo'lsa kredit va garov hujjatlari. Hujjatlarning asl nusxasini alohida, nusxalarni alohida saqlang. Agar hujjat eskirgan, yirtilgan yoki o'qilishi qiyin bo'lsa, uni skaner qilib qo'ying. Ikkinchi qadam, elektron bazada mulkingizni tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga borishingiz mumkin yoki My.gov. Uz orqali kadastr xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Siz so'rashingiz kerak bo'lgan asosiy narsa ko'chmas mulk obyekti bo'yicha ma'lumotnoma, huquq egasi, kadastr raqami, manzil, maydon, cheklovlar va taqiqlar. Agar tizimda mulk sizning nomingizda chiqsa, ma'lumotlarni hujjatlaringiz bilan solishtiring. Agar chiqmasa yoki xato chiqsa, darhol tuzatish bo'yicha ariza bering. 3-qadam, arizada aniq yozing. Masalan,
menga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk bo'yicha davlat reyestridagi ma'lumotlarni tekshirib berishingizni, mavjud hujjatlar asosida huquq egasi, manzil, maydon va kadastr ma'lumotlarini aniqlashtirishni so'rayman. Agar muammo aniq bo'lsa, uni ham yozing. Elektron bazada huquq egasi noto'g'ri ko'rsatilgan, mulk eski egasi nomida qolgan, maydon hujjatdagi maydonga mos emas, manzil nomi o'zgargan, lekin bazada yangilanmagan. Meros guvohnomasi asosida egani o'zgartirish zarur. 4-qadam. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, vahima qilmang, lekin kechiktirmang. Notariusdan o'tgan shartnoma bo'lsa, notarial arxivdan dublikat so'rash mumkin. Hokim qarori yoki xususiylashtirish hujjati bo'lsa, tegishli arxivga murojaat qilish kerak. Sud qarori bo'lsa, sud arxividan nusxa olish mumkin. Kadastr hujjati bo'lsa, kadastr organiga murojaat qilinadi. Muhimi, hujjat yo'q, demak bo'ldi deb o'tirmang. Ko'p hujjatlarni tiklash mumkin, faqat vaqt talab qiladi. 5-qadam. Agar mulk ulushli bo'lsa, barcha egalar bilan vaziyatni oldindan gaplashing. Kimning ulushi qancha? Kim chet elda? Kimning pasporti yangilangan? Kim rozilik berishi kerak? Kim vafot etgan bo'lsa, vorislar kim? Shularni aniqlang. Chunki bitta odamning hujjati yetishmasa ham butun jarayon to'xtashi mumkin. Agar ulushlar hujjatda aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, notarius yoki yurist bilan maslahat qiling. 6-qadam. Agar kvartirada o'zgartirish qilgan bo'lsangiz, amaldagi holat bilan hujjatni solishtiring. Maydon farqi bormi? Qo'shimcha qurilma bormi? Devorlar o'zgarganmi? Balkon yopilganmi? Yerto'la yoki tom qismi qo'shilganmi? Bularni baholang. Men bu yerda hammaga darhol buzib tashlang demayman. Men aytayotgan narsa rasmiy holatni biling. Agar qonuniylashtirish mumkin bo'lsa, jarayonni boshlang. Agar mumkin bo'lmasa, bitimdan oldin xavfni tushuning. 7-qadam. Agar yangi qurilishdan olgan bo'lsangiz, quruvchidan aniq hujjatlarni talab qiling. Uy foydalanishga topshirilganini tasdiqlovchi hujjat bormi? Obyekt kadastrga olinganmi? Sizning kvartirangiz bo'yicha alohida kadastr raqami bormi? Mulk huquqi sizning nomingizga ro'yxatdan o'tganmi? Faqat reklama, chek yoki kalit topshirish dalolatnomasi bilan kifoyalanmang. To'lov qilganingizni tasdiqlovchi bank hujjatlarini saqlang. Naqd bergan bo'lsangiz bu alohida xavf, chunki isbotlash qiyinroq bo'ladi. Eng oddiy yo'l. Davlat xizmatlari markaziga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, JSHIR, mulkka oid mavjud hujjatlar, agar vakil borayotgan bo'lsa, ishonchnoma olib boring. Xodimga ko'chmas mulkim bo'yicha davlat reyestridagi ma'lumotlarni tekshirtirmoqchiman deb ayting. Agar sizga umumiy gap bilan javob berishsa, aniq so'rang, huquq egasi kim? Kadastr raqami qaysi? Maydon qancha? Manzil qanday? Taqiq yoki garov bormi? Hujjat asoslari ko'rsatilganmi? 2-yo'l. My.gov.uz orqali elektron murojaat yuborish. Bu usul navbatda turishni kamaytiradi, lekin elektron imzo yoki identifikatsiya talab qilinishi mumkin. Murojaatda ko'chmas mulk manzilini, kadastr raqamini, o'zingizning pasport ma'lumotlaringizni, muammo mazmunini aniq yozing. Hujjatlarning skaner nusxasini ilova qiling. Javob kelganda uni saqlang. Chunki keyingi bosqichda bu javob dalil bo'lib xizmat qiladi. 3-yo'l. Notariusga borib oldindan maslahat olish. Ayniqsa siz sotmoqchi, hadya qilmoqchi, meros qilmoqchi yoki ulush bo'yicha kelishmoqchi bo'lsangiz. Notarius hujjatlardagi muammoni oldindan ko'rsatib beradi. Lekin notarius hujjatni tekshiradi. Xatoni tuzatish esa ko'pincha kadastr, arxiv yoki sud orqali bo'ladi. 4-yo'l. Murakkab holatda yuristga murojaat qilish. Agar eski egallar topilmasa, hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, meros ochilmagan bo'lsa, sud qarori kerak bo'lsa, noqonuniy qurilma masalasi bo'lsa, o'zingiz adashib qolishingiz mumkin. Bunday vaziyatda huquqshunosga pul to'lash ba'zan keyingi katta yo'qotishlarning oldini oladi. Birinchi xato oxirgi kunni kutish. Agar hamma shu oy oxirida yugursa, navbat ko'payib javoblar kechikadi, arxiv so'rovlari cho'ziladi. Siz bugun tekshirtirsangiz, kamida muammo bor yo'qligini bilib olasiz. 2-xato faqat bitta hujjatga ishonish. Masalan, kadastr bor, lekin meros ro'yxatdan o'tmagan, yoki shartnoma bor, lekin reyestrda eski egasi turibdi. Hamma ma'lumot bir-biriga mos bo'lishi kerak. 3-xato og'zaki javobga ishonish. Hammasi joyida ekan degan gap yetarli emas. Sizga rasmiy ma'lumotnoma, elektron javob yoki ariza raqami kerak. Keyin biror muammo chiqsa, aynan shu hujjatlar sizga yordam beradi. 4-xato qarindoshlar o'rtasidagi kelishuvni rasmiylashtirmaslik. Akam rozi, opam da'vo qilmaydi, bolalarim biladi degan gaplar mulk huquqida xavfli.
Bugun hamma rozi bo'lishi mumkin. Ertaga merosxo'rlar, turmush o'rtoqlar, kreditorlar, sud ijrochilari paydo bo'lishi mumkin. Mulk masalasida kelishuv hujjat bilan mustahkamlanishi kerak. 5-xato. Qarzdorlik va taqiqlarni tekshirmaslik. Ba'zan mulk egasi o'zi bilmagan holda sud ijrosi taqiqi, aliment qarzi, kredit garovi, soliq qarzdorligi yoki boshqa cheklov bilan bog'langan bo'ladi. Siz hujjatlarni to'g'rilayapsizmi? Demak, cheklovlar bor yo'qligini ham tekshiring. Ko'chmas mulk ko'pchilik oilaning eng katta boyligi. Kimdir umr bo'yi ishlab bitta kvartira oladi. Kimdir ota-onasidan qolgan uyni saqlaydi. Kimdir farzandlariga meros qoldirmoqchi. Shunday katta qiymatdagi mulkini hujjatlar bir joyda yotibdi degan darajada nazoratsiz qoldirish mumkin emas. Bugun raqamli tizimda xato bo'lsa, ertaga u moliyaviy zararga aylanadi. Masalan, kvartirangiz bozorda 6000 million so'm turadi, lekin hujjat muammosi sabab xaridor 50 million so'm arzon so'raydi yoki umuman ketib qoladi. Yoki bank sizga 2 million so'm kredit bermaydi, chunki garov huquqi aniq emas. Yoki meros nizosi sabab mulk yillar davomida sotilmaydi, foydalanilmaydi, eskiradi. Men shuni alohida aytaman. Bu mavzuda maqsad odamlarni qo'rqitish emas, maqsad odamlarni uyg'otish, rag'amlashtirish jarayoni to'xtamaydi. Davlat bazalari tobora asosiy manbaga aylanadi. Kim hujjatini vaqtida tartibga keltirsa o'tish yuradi, kim keyin qilaman desa, keyin eng noqulay paytda yuguradi. Bugun siz bajarishingiz kerak bo'lgan asosiy ish oddiy. Mulkingiz elektron bazada qanday ko'rinayotganini tekshiring. Hujjatlaringizni solishtiring, xato bo'lsa ariza bering. Eski yoki yo'qolgan hujjatlarni tiklashni boshlang. Ulush, meros, garov, taqiq va maydon farqlarini e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa eski kvartira egalari, meros orqali olganlar, ulushli mulk egalari, yangi qurilishdan uy olganlar va uyda o'zgarish qilganlar shu oy oxirigacha bu masalani albatta ko'rib chiqishi kerak. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Mulkingiz bazada to'g'ri chiqdimi yoki xato topildimi? Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida qilingan tekshiruv butun oilani katta muammodan asrab qolishi mumkin.